Assalomu alaykum qadrdonlar. 21:00 dushanba kuni mahallada nima gap loyihasida yana sizlar bilan jonli efirda uchrashib turgandan juda xursandmiz. Toshkent telekanalida barchalarga rahmat. Kimimizni kuzatayotgan bo'lsa va bundan keyin ham kuzatishni boshlasa, vaqtimiz ro'parasa 1 soat beriladi va Toshkent shahrida paydo bo'lgan kommunal yo'nalishida, turli yo'nalishlarda odamlarning fikrlari, mulohazalari, kamchiliklari bo'ladigan bo'lsa, shuni bartaraf etish bo'yicha biz har doim yig'ilamiz va pastki burchakda ko'rasizlar Telegram kanalimizning raqami, bu yerga yozishingiz mumkin. O'zingizlarning fikrlarini, muammolarni, albatta buni hal qilib beradigan O'zbekiston mahalla uyushmasining tuman bo'limi rahbarlari va xodimlari hamda shahar kommunal xizmatlarining rahbarlari. Marhamat, bular mana hozir ko'rib turibsizlar. Hammanglar kamerani yoqib olib, men ko'rib olaylik, kim kirdi, kim kirmadi. Hop. Yunusoboddan kommunal bo'yicha yoqib olinglar kameralarni. Menga hamma narsa ko'rinib turibdi. Assalomu alaykum. Boshlaymiz. Bo'lmasa boshlaymiz Mirzo Ulug'bek tumanidan. Kim Mirzo Ulug'bek tumanidan? Mirzo Ulug'bek tumanidan. Assalomu alaykum, men Azizman. Kim? Aziz mutaxassisman. Rahbaringiz qani? Hokim majlisidami yana? Majlisda hozir tushaman dedilar. Yashil maqom bo'yicha shtab bo'lyapti, o'shitdilar. Siz bu narsani hal qila olasizmi yo shunday yozib olib keyin chiqib ketasizmi? Yozib olaman hammasini. Bilmaysiz, to'g'rimi? Yo'q. Nima kirdingiz bo'lmasa hal qilmasangiz? Baraka toping. Aytganda hozir kiradigan odam ham hal qilmaydi o'zi, to'g'rimi? U ham yozib oladi, bo'ldi shu masalani. Boshqa odam qolmadimi? Men hozir harakat qilaman tuman hokimini topib, tuman hokimiga qo'ng'iroq qilishga agar lozim topiladigan bo'lsa. Biz endi jonli efirdamiz. Jonli efirning ham o'zining tartib qoidasi bor. Hozircha ulangunimga qadar men hozir harakat qilaman topishga tuman hokimini. Ajoyib inson, ko'p masalalarni bizga hal qilib beradigan. Ungacha Sergeli tumaniga o'tamiz. So'g'diyona Sergeli tumani. Bahrom aka. Sergeli tumanidan kim? Ishlayapman. Endi knopkani bosishni o'rganinglar-da, ekran poylab o'tirmaylik. Xo'p, Sergeli tumani So'g'diyona mahallasi, Mahsuldor ko'chasida yashayman. Bizning ko'chadan orqa ko'chaga o'tadigan yo'lda fotolari bor ekan. Fuqaro yo'lni yopib ko'chat ekkan. Pojar bo'lsa, chiqindi mashina kelsa olib ketishga kira olmayapti. Yo'lni ochib beringlar. Qanaqasi? Oho. Hozir endi yashil makon deyishadi, bu yerda. Ko'katni olib tashamaylar. Ko'ryapsizmi, Bahrom aka? Tushunarli. Nima qilamiz buni? Endi tushunarli. Hech topalam bo'ladi. Men Ko'ramiz, qani hozir nima bo'lgan, hozir aniq joyini ko'raylik-da. Ko'chasida mahallasida uni ko'cha yopilgan joy yo'q edi, men kecha o'zim aylanib chiqqanman. Endi xalqqa noto'g'ri deyish biz amaldorlarga o'rganib qolganmiz, lekin fotosurat bilan bizani urushyapti-ku. Bu nima degan gap? Fotosuratni ko'rsatishyapti-ku. Videosini to'g'riroq. Yana bitta ko'rsatib yuboringlar, agar Bahrom aka yana insonlarga o'tga ko'rib chiqishgani, o'tkazishgani yo'q, masalani hal qilishga o'tkazib qo'yishga. Qarang. Agar ishonmayotgan bo'lsanglar. O'zi hurmatli hamkasblar, yig'ishtiraylik insonlar yuborgan murojaatlarga ishonmaslikka. Xuddi sizlar haqsizlar-yu, odamlar nohaq deb. Beringlar bularning suratini. Menimcha hozir ko'rmadilar televizorda bular. Ko'rib chiqmaysizlar, menga masalani hal qilib beringlar. Yashnobod tumani. Assalomu alaykum. Assalom. Izzat ko'chasidan murojaat qilyapmiz. Ilgari mahallamizda avtobus yurmasdi. Rahmat hozir yuryapti, lekin bekat yo'q. Uyim oldida avtobus to'xtaydi. Toshqum qishda loy bekat kerak deyishgan. Endi bekatni qo'yishni o'zining qonun qoidasi bor. Chiqib qaysi Izzat ko'chasi qaysi mahallaga qaraydi, azim? Bir yoq tarafga xosiyatli, bir yoq taraf Shohmardonda. Rais shug'ullansin. Nimaga? Hozir ana qolma, ikki tarafda ham ostanovka bor-da. Hozir ko'ringlar-chi, men ertaga ko'ramiz. Odamlar nohaq, sizlar haqsizlar. Bor edi ko'rdim. Yo'q deyishyapti-ku. Yo'q degandan keyin yo'q deyapti ular.
ostanovka bor. Mana aytyaptilar-ku, bular aldamasa kerak, mayli, nomlarini yozishga uyalgandirlar. Aldamayotgandirlar. Men doim insonlarni yozganni aldadi deysizlar. Siz haqmiz, hokimiyat har doim haq deysizlar. Ertalab rasmga olib tashlayman. Ostanovka. U ostanovka ularni joyidan 500 yetadi menga tashlab bermanglar. O'rganib chiqinglar bu Izzat ko'chasi. Ikkita mahalla raisi bilan bittasi bu tomondan kelish, bu tomondan ko'rib chiqishsin. Nima sizlar qo'yib bersanglar, qonun bo'yicha qayerda kamayib qoladimi? Odamlar qish paytida, yomg'ir paytida pannada turishadi-ku. Nabat bu foydali ish-ku. Darroda qabul qilasizlar-da, shu hokimiyatga gap tegmasa. Olmazor tumani. Assalomu alaykum xudoga. Va alaykum. Ko'rmayapsizlar. 12-bog'cha oldida trotuarning yonida qator archa ekilgan. Shu archani sug'orishga suv tashuvchi mashina yurib, kanalizatsiya qudugining qopqog'ini bosib cho'ktirib qo'ygan. Odamlar va bolalar uchun xavfli. Shuni to'g'rilab beringlar, rahmat. Endi bu texnik masala, bu oson masala-ku. U endi suvni ham qattandir olish kerak, rahmat olayotganiga. Lekin anchadan beri to'g'rilanmagan ekan, arzimagan joy. Ichga ham odam uyaladi. Uchtepa tumani. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Fuqat aka. Assalomu alaykum. Diyorobod mahallasidan 31-mavze 8-uydan bezovta qilaman. Ko'p qavatli uyimizning 4 va 6-yo'lak yerto'lalari suv bor. Bizga xizmat ko'rsatuvchi BSK qilgan murojaatini bee'tibor qoldirmoqda deb uy boshlig'i Nigor yozdi. Damkomladi. Telefonlari ham bor. Xabaringiz bormi? Kommunalligi o'rtoq? Bugun gaplashganmiz. Ertalab shu yerga o'tamiz. Ha? Ertalab shu yerga borishga rejalashtirganmiz. Prezident administratsiyadan Saidazim aka kelgan. O'sha bilan birga ertalab shu yerda bo'lamiz, xudo xolasa. 9da. O, katta mardlik qilibsizlar-ku. Hujjatda hammasi zo'r deb yozildi-ku. Qishga biz tayyormiz, xavotir olmanglar dedim. Mana chiqib kelyapti-ku hammasi. Lazas, yolg'onlarni ko'rdingmi? Bo'rtirib chiqishini yomg'ir paytida. Furqat aka tushunarli. Men ertalab birinchi qiladigan ishim o'sha yerga borib sizga video qilib tashlab beraman. Bartaraflar bo'yicha. Murbek tumani. Assalomu alaykum, Labbay Go'dak. Shaxsan sizni ogohlantirdim. Menga odamlar aytishyapti, Furqat aka bu Ilhom degani shu darajada katta odammi, xohlaganda kiradi, xohlaganda. Aytdim-a bugun qo'ng'iroq. Ilhom 21:00 da vaqtida kiring dedim, to'g'rimi? Siz aytdingizki, men eng kattakon odamman bu yerda. Xohlasam kiraman, xohlasam kirmayman. Siz kim bo'ldingiz dedingiz, to'g'rimi? Xohlasam ham kiraman, xohlamasam ham kiraman, siz ko'rsatdingiz. Kirasiz va bajarasiz. Kim o'tkazib qo'ydingiz o'tda? Men yozib olaman, lekin bajarmayman degan. Bular yozib oladi, va birga bajarardik. Nima bo'lib qoldi? Bu xalqda bo'limi bu murojaatlar bo'yicha. Mutaxassis. Yaxshi. Murojaatlar shunaqa qilsa, agar bajarmaymiz desa, men bilmadim kimdan nima so'raymiz. Yozing. Shu desangiz, ertalabki pik vaqtlarida Milliy bog' ko'chasi Uchxo'z tomonidan va Safxo'z qayrilishda Iqtidor mahallasida probka bo'lyapti. Xo'p, buni kengaytirib berishni qo'lingizdan kelmaydi. Hozir qiyin masala. Yoniga uylar qurilib ketgan. To'g'rimi? Bilaman. Endi iltimos qilish kerak dan xodimlaridan. Hurmatli dan xodimlari shu pik paytida turib beringlar shu yerda. Boshqa ilojimiz yo'q. Tushunarli. To'g'ri o'tirib ol, namunchalik u yoqqa bu yoqqa aylanasan. Yashnobod tumani. Labi. Qorasuv ko'chasi 13-domda umuman svet yo'q ekan. Chiqartirib olinglar kommunalchilarni o'zi shug'ullanadigan. Hozir sovutishda hech bo'lmasa isitishdan qo'yadi-da. Xudo xolasa, mana bugundan boshlandi issiqlik. Bizga ancha qo'l keldi bu. Xo'p, yana Mirzo-Ulug'bek tumani. O'z rosali keladi, bajarishmagani uchun kelaveradi-da. Xo'p. TTZ 4 yozyapsizmi, janob? Buni tushunmadim. Siz ham tashlab yuborasizmi yo bajarasizmi?
TTZ 4-mavzesidan Lokomotiv stadioniga Munisa milliy taomlari va Feruza Dahachi yo'llar ta'mir talab. O'tgan yili dasturga kiritilgan deb kelishmoqda, lekin bajarilmadi. Gapiring. Buni biz hokimga aytaman, sizga o'zlarini ulab beraman. Ha, bilmayman, bu san'atkorsiz shakl edi. Telefonni ham o'chirib qo'ydingiz. Yoqing mikrofonni o'rtoq. bechora odamlar murojaatga kelganda eshitmay qolishadi bunaqa paytda. Mirzo, gapir, javob ber. Bu asfalt masalasini hokim oldilariga masalan olib kirib, sizga shaxsan o'ziga bugun kechqurun yoki ertaga ertalab ulab beramiz hokimini aniq-aniqasini kunini so'rab. Dasturga kiritilgan deyapti. Nima o'tgan? Nimaga mutasaddilar javob berdi? Nima shu mahalla raisi yozib bermaydi, shu ish qilinmadi menda deb. Nimaga ko'tarilmaydi bu masala? Mahalla raislari kirmasa, mahalla raislari qiziqmasa, yettilik qiziqmasa, sizlar qiziqmasanglar, odamlar dardini kimga gapiradi o'zi, men bilmayman. O'tgan yil dastur deb, dasturni ham rasvo qilibsizlar-da. Azamat mahallasida nima bo'lyapti? Mahalla xodimlari mahalla gruppasidan murojaatlar yozsa, hech qachon xodimlar javob bermaydi. Nega mahalla gruppasi yozilgan? Meni yoshim katta bo'lgani uchun sizlardan yozishga majbur bo'ldim. Qachon qattiq buyruq berasizlar? Yosh katta onalarning gaplari yerda qoldirmanglar. Iltimos Furqat aka, sizdan iltimos deb. Onaxon yosh kattaga rahmat. Mana bitta mutasaddi meni gapimni yerda qoldiryapti-ku hammani oldida. Siz nima o'ylayapsizlar? Mahalla raisi qo'llab-quvvatlaydim hozir bilan. Nima deb javob berasiz Azamat mahallasiga? Yil 12 oy Azamat mahallasi bizga murojaat qilishadi. Mahallam 8-noyabr saylov, zo'r hamma joy-joyga tushib ketadi. Ahvob saylovga Endi muammosini kimga yetadi? Dardini kimga yetadi 8-gacha? Yangi rais saylaysa, yangi rais 2 yil ichiga kiradi bu masalan. Kim masalasini hal qiladi? Hozirmetdagi bog'lanaman bu fuqaro bilan. Mas'ullarni qo'yman. Xotin qizlar bor, yoshlar yetakchisi bor. Ertaning qolgan a'zolar ishlashyapmiz. Kirmayapti-ku, gapinglar o'tmaydi-ku ularga. Meni ham gapim o'tmaydi ularga. O'tadi, gapimizni o'tkazamiz. o'tadi. O'tgan yillarda hozir bunaqa savollar kelmasdi. Mana Qorasuv bo'yi ko'chasidan murojaat. Sizlarda iltimos bolalar maydonchasi eskisi shuni ta'mirlab beringlar. Men uzr telefoningizdan berayotganman. Men bu yigitning gaplaridan, bu yigitning hozir qarashidan qaraganimda bu bajarilmaydigan narsaga o'xshayapti. Ertaga Sharofdiyor cholga kirmasam bo'lmaydi. To'g'rimi? Olib tashavering, bajarmayman dedingizmi? Ko'chasi Qo'qni Mevazor mahallasi. Nima qilib? O'rnatib beramiz. Dasturga kiritasizlar buni keyingi yilga. Bu dastur 3 yilda bajariladi. Mana shu yilda oxirigacha o'rnatib beramiz. Agar bizani navaralar o'sha yerda turganda birinchi navbatda yugurardik. Unga qo'ng'iroq qilardik, bunga qo'ng'iroq qilardik, undan iltimos qilardik. U bilan obetlanar ishi bir narsani hal qilardik. Bu hech kim yo'q-ku hokimiyatda. Ular hal qilisha olmaydi. Ularning keyingi navbatda. Yunusobod tumani. Assalomu alaykum Qodir. Va alaykum assalom. Kim bu Yunusobod tomonidan hozir kirgan? Assalomu alaykum Furqat aka. Assalom. Kommunalnidan kim kirdi? Husan aka. Kim? Erkin. Юнусобадский район, Нiyozbek yo'li 3-проезд, дом 1, нет света и горячей воды. Дом без газа, все на электричестве. Bu 9 qavatdan yuqori uylar. Chiqartirib yuboringlar hozir odamlarni, sovuq qotib qolishmasin. Bu bo'ladi. Xo'p, Shayxontohur tumani. Assalomu alaykum Ishtonbek. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Shofoyzi ko'chasida Oqtepaga ketishdi. Choyxona yonida ko'prik anchadan beri buzilib yotibdi. Qaysi ko'prik nazarda? Xabaring bormi? Hozir ko'zolmay Shofoyzi ko'chasidan Oqtepaga. Ha, xabarim bor, mana yetkazamiz kamolga. Kim? Tushunmadim. Ishlarimizni to'xtab qolgan, yetkazamiz.
Yo'q, u qachondir tugaydimi? O'zi ma'lumotinglar bormi, yo'qmi bunda? Hozir ma'lumotim yo'q. Bitkazasiz. Sizlar odamlarni kuldirmanglar-da hozir. Umumiy, menga nuqul aytishadi. Furqat aka umumiy gap gapirishadi, bitkazamiz, ko'ramiz, ertaga chiqamiz, bajaramiz deb. Siz hech bo'lmasa bitta narsani oxirigacha yetkazib ber. Yo'q, bu pul mablag' talab qiladi. Keyingi yil, masalan, palon paytda bo'ladi deb aytinglar, bo'ldi. Sizlar borib qilmaysizlar-ku. Ertaga boramiz, qilib qo'yamiz. Voy tavba qilib, ko'prikni ham bir kunda bog'liq. Qo'shimcha aytamizmi? Uchtepa tumani. Javobini aytmaylar, hokimga kirib masalani ko'taringlar buni. Tashtirish kerak emas. Odamlar qiynalib qolishgan. Uchtepa. Xo'p, 31-mart 6-uy, birinchi kirish yo'lagi erto'lat ta'mirlash lozim. Erto'lat suv oqmoqda. Nosirbek yozibdilar. Mana senlarga. Hali zo'r bo'lgan. Buni ham ertaga chiqasizlar. Qaysinga ulgurasizlar chiqishga men bilmayman. Yashnobod tumani. Azim. Navrozobod mahallasi 10 va 14 uylar asfalt qilindi. Buning uchun Yashnobod tumani hokimi hurmatli Baxtiyor Rahmonqulovga va Otamurod Bekzodga va hokazo 28 ta familiya. Rahmat. 10-14 aholi nomidan kattakon rahmat. Men bilganimda o'qimasdim bu rahmatligini. Va Azimga rahmat deb qo'yinglar. Men so'kishimni eshitib qo'ygan. U ko'rdingmi? Mehnatni san qilasan, rohatni boshqa qila oladi. Mayli. Rahmat. Azimjonga ham katta rahmat. Xo'p, Sergeli tumani. Eshitaman. Добрый день. Куйлюк, массив 6, 23 дом, 21 квартира. Сзади нашего дома взорвался трансформатор. У нас вырубился свет. Bu hozir bo'lib qoldimi deyman. Bir qaranglar, telefonlari bor ekan. Hozir tashlab beringlar. Bahrom. Yaxshi, tushunarli. Hozir u ertaga qoldirib, sizlar ham dastur tuzib, dasturni tasdiqlatib yurmanglar. Hozir transformator uchib ketgan. Xo'p bo'ladi. Siz dastur tuzish hammaylar. Sergeli 3 bor ekan. Sergeli 3 bo'lsa, bu sizlarda ekan. Sergeli 3, 27-dom, 7-kvartira. Halilov Abduazim. Ertalab bilan kechqurun umuman issiq suv tushmayapti. Vannada ham, oshxonada ham peshinda sal tushyapti dedi. Hozir hokimga yetkazgan, men kech hokimiylar bilan gaplashgan. Ba'zi bir masalalarda oqsoqlik bor. Yozib olsanlar, qilmayapsanlar. Men buni jonli haligi muloqotimni sizlar o'ylamanglar, faqat televizorda chiqib ko'rinamiz. Bu baho berilyapti hammanglarga. Hammanglarga baho berilyapti. Nimani qilib berdinglar o'tgan masalalardan bo'yicha, Bahrom? Nima masalalar hal bo'ldi o'tgan galdan beri? O'tgan safar bizning. O'tgan safar murojaatlar hammasi hal bo'lgan, ma'lumot berganmiz. Men ko'rmadim ma'lumotni, shuning uchun so'rayapman. Hozir yozib olib ma'lumotni bermasdan Furqat so'rarmidi demayli, so'rov bo'ladi hammasiga. Olmazor tumani. Ahil mahallasi Uzunbog' 9-proyezd Qizg'aldoq ko'chasi chorrahasida asfalt umuman yaroqsiz holatda. Kuniga 100-150 ta mashina o'tar ekan, 30-40 tonnali serqatnov bo'lib qolgan. Endi bunaqa mashina, endi tushundinglar, logistika markazimi bir narsa bor edi-ku o'tda. U tushunmasdan to'g'risida ketyapti. U og'ir yukka o'tgandan keyin ko'tara olmaydi-da, tez-tez izdan chiqib qolaveradi. Endi buni barga o'ylash kerak. Bu tez hal qila olmaysizlar, aytib qo'ying. Bunga mablag' olish kerak. Mablag' ola olmaysizlar, sababi yaqinda bo'ldi deydi. Ertaga tekshiruv kelsa, kalla ketib qoladi. Buni ham hammasini tushunaman. Sizlar o'ylamanglar, Furqat o'tirib faqat topshirib berar ekan. Biz ham mantiqan fikrlaymiz, lekin bir o'ylash kerak ekanda, bilmadim. Shu markazda ishlaydiganlar bilan gaplashish kerakmi qilib berish, chunki ularning ko'proq yuk mashinasi buzyapti. Buni o'ylash kerak, bir hokimga yetkazinglar. Bu dabdala bo'lib ketaveradi. Алмазарский район, Бешкорган 1, первый дом, 14 квартира, 49 подъезд, ремонт когда доделают, уже год прошел. Sanjar, uyatku sanlarga. Bir yildan beri remontni oxirigacha yetkazib qo'ya olmaysanlar. Faqat pul yo'q demaylar. Davom etadi. Yana nazorat qilamiz. 1 yil, 1 yil.
Ani kinoni eslardim, mayli hozir jonli efirda mumkin emas. Yangi Hayot tumani. Ulug'bek aka. Assalomu alaykum Furqat. Tamam. Do'stlik. Nima u do'stlik bir deylar? Do'stlik bir yo'q-ku bunaqa mahalla. Zarbdor mahallasi do'stlik. Zarbdor. Birinchisi ekan. Zarbdor deylar, sizlarning mahallanglar 304-maktab a, chorrahasi. Yo'q, u Charog'on 304-maktab. Qarang, 304-maktab chorrahasida, ya'ni Muhabbat to'yxonasi va 304-maktab piyoda o'tish yo'lagi yerni kesib, sim yoki truba o'tkazishdi. Kovlangan asfalt qilinmay ketgan. Hali ham turibdimi? Ulug'bek? Furqat aka, bas sport kompleksi quryapti, o'shanga kabel tortgan. Bugun ham gaplashganmiz, u ana trombovka bo'lgandan keyin asfalt qilib beradi. U mahallani ichini ham qilgan uni. Bo'ldi, usatda bo'lishini kutishayotgan ekan. Uni qilib beradi Furqat aka, u prosta kutyapti ana trombovka bo'lishiga. Keyingisi ham Yangi Hayot tumanidan yana Do'stlik bir deyishibdi, bilmadim nega unaqa Do'stlik bir deyishadi. Birinchi dom 66-xonadonda istiqomat qilaman. Domimizning orqa tarafida katta yo'lni qazib, truba va sim o'tkazishdi. O'sha gap. Mana shu ikkita odam yozishgan bitta gapni. Ha, o'sha. Xo'p. Massiv Qashqar bo'lsa, bu Yunusobod bo'ladimi? Husan aka? Qashqar mahalla. Yunusobod. Пишет Муртазин. Товарищ Муртазин, нет массива Кашкар, есть махалла Кашкар. 32. Напор горячей воды очень низкий. Я вас очень попрошу всех, знайте свою махаллу, пожалуйста. Вся жизнь в махалле. Вот. Сергей Туманы. Qo'shqo'rg'on mahallasidan topshiriq asosida mahallada tom shifrlar almashganligi va hozirda hamma chiqindilar hali hanuz olib ketilmay ma'lum qilaman. 2 oy bo'ldi. Uni qachon olib ketasizlar? Hammasini yaxshi qilib bergan bo'lsanglar. Ulgurdinglarmi qilib berishga sizlar yomg'ir yoqquncha? Ishlayapmiz bu bo'yicha. Yomg'ir yo'q bo'ldi-ku, nimasini ishlaysizlar? Qachon chiqindilarni olib chiqib ketasizlar? Bahrom aka, meni vaqtim yo'q. O'tirishinglarni javob beringlar. Yo chiqaramiz deylar. Shug'ullanyapmiz. Shug'ullanganingiz uchun olmaslarga. Shu gapinglarda odamlar kulyapti-da ustimizda. Shug'ullanamiz, bajaramiz, qilamiz, dasturga kiritamiz va hokazo. Menga ertaga mahalla raisi bilan yettaligi ko'rsatib, kommunalnikni chiqartirib, men faqat hokimga yomon ko'rinishim kerak, urushishim kerak ular bilan. O'zinglar ham o'shingni talab qilinglar, odamlarni bu xavfsizlik-ku. Chiqindilar chiqib ketmagan. Shug'ullanamiz, hamma shug'ullanadigan bo'lib qo'ygan. Bunga nima deysiz? Massiv Qo'yliq 6, dom 23. Kvartira 135. Sizlar yozib olsizlarmi yo meni eshitib o'tiribsizlarmi faqat? Men boyatdan bir ahamiyat beraman, yozmayapsiz. Kim yozyapti? Kim yozyapti? O'zim yozmayapman, kim yozadi? Ko'rmayapman-ku. Ko'rmayapman-ku. Yozing. Отключили свет в доме. Трансформатор погорел, deyapti. Yozib oldingizmi adresni? Bahrom aka, yozib oldingizmi? Yozib olyapman. Artvoring hozir transformator qo'yib ketgan. Odamlar chiroqsiz qoldi. Qizil Sharq qaysinda? Chilonzordami yo Chilonzorda edi, Umidjon? Assalomu alaykum Furqat aka. To'g'ri, Sharqtonga bo'lgan hozir. Algoritmda. Sharqton, endi Qizil Sharq shuna gapir, iltimos mahallalarning nomlarini bilib olinglar. U eski nomlarni qo'yinglar, qizillar qopdimi uni. 4-etajda 6-dom 11-kvartira. Bizda tomonda sushilka issiq suv kelmayapti. Agar sushilka suv isimasa, unda krandagi suv kelmaydi. Yo'q, unaqa emas. Kranda keladi nimaga? U ikkita har xil stayakdan kelyapti. Telefonlari bor ekan. Sen tushuntirib bergan, o'tda domda bo'ladigan bo'lsa Umidjon, mahalla raisimi, kim biladigan. BSKsimi, sushilkani kimdir kesib qo'ygan bo'lsa, bu boshqa xonadonlarga bormaydi. O'shani zaglushka bilan bekitib qo'ygan-da, sushilkani kimdir kesib.
telefonlarni berib yuboraman, shug'ullanishsin. Bo'ldi. Nobod tumani. Eshitaman abi. Farg'ona yo'li ko'chasi Katta Qo'yliq mahallasida bolalar maydonchasi o'rniga mashina garaji qurib olgan. Bolalar maydonchasini so'rashyapti. Bu yerda endi bu tomonga o'tib ketibdi-da. Ko'rasiz endi bo'sh joy bo'lsa. Bu yerda ham qolmadi. Katta Qo'yliq mahallasiga haligi eski tramvay krugidan etishyapti-da, ichkari kirib ketishdi. To'g'ri, o'sha yerdan etishyapti. Bo'lmasa haligi kollej hali ham bormi? Rayon bir o'tirgan joy yoshlar agentligi. Balki o'shaning Bor, maydonchasidan hozir foydalanadi. universitet bo'lgan, universitet bo'lgan hozir. Balki shulardan foydalanadi. Bir o'ylab ko'ringlar, joy yetishmayapti o'tdi, men ko'rganman. Tushundim, to'g'ri. Metro tomonda haligi bir martalik mehnat joylari bor. Bir ko'rasizlar-da o'rta. Bu bilmadim hozir. Xo'p, Bektemir tumani, Abduxalil aka. Eshitilyapti? Assalomu alaykum. O'tgan Ha, galgi eshitilyapti. topshiruv bajarildimi? Bajarildimi? Rustam aka yozib oldilar-da, bo'ldi. Abduxalil akam juda katta bir yig'ilishda o'tiribdilar. Bajar yig'ilishda bo'lasizmi? Ziyofatda bajar. Kechroq kirdim-da Furqat aka. Topshiruvni? Ha, buni anaqasini kabeli fasaddan o'tkazilgan ekan, uni gaplashdik, ichkaridan o'tkazadigan bo'ldi anaqani internetdan kabellarni hammasi. O'rtoq qilinglar. Anaqanda endi bilasiz hozir. Ha, yo'q, hal qilamiz uni. Bektemir tumani Toshkentdagi ko'chasi 56-dom internet tarmog'i mana shu-da 15 kundan oshdi. Shu fasaddan o'tkazgan, hozir ichkaridan o'tkazyapti ular. Pul berishadi yaqin. 15 kun o'tib ketdi. Yana 15 kun o'tadi. Voy, g'alati-sizlar. Ano'li qo'rqasanlar gapirgani. Nimaga qo'rqasiz? Pulini olgan bo'lsa, ishini qilyapti, tekinga qilmayapti. Pulini oldingmi, qilib ber, odamlarni jahlini chiqarmasdan. Abduxalil aka. Joyim, o'sha kuni yetuvdim men. Yana ertaga chiqib xabar olib tezlashtiramiz. Urishmayin, so'kmayin. Lekin talab qiling, ertaga haligi shtrafnoy sanksiyasini bering, tez qilib ketadi u. Nima yalinib yurish kerakmi endi? Odamlar norozi bo'lyapti. Qilmasa kechga qolsa chorasini ko'ramiz. Yakkasaroy tumani. Assalomu alaykum. Qarang, men bor uzr deyishyapti. Massiv rakat. 7-uy 13-xonadon. Ko'rsatuv muntazam ko'rib boraman. Bizni mazlum xonadonimiz tomdan chakka o'tadi deb yozgan edim. O'tgan ko'rsatuv. Sizga tashabbuslar bilan 7-uy tom qismini to'liq ta'minlab berish. Sizlarga kattakon rahmat. Borligiga shukr, Alloh panohida asrasin. Rahmat. Senga ham rahmat. O'zing yozmadingmi qilib buni? Yo'q, men o'zim. Olmazor tumani. Assalomu alaykum. Qo'shnimni iltimosi bilan sizga yozdim. MIBga jarima to'ladim. Yana jarima to'lashimni talab qilishyapti. Qoriyev Rustam Mutalovich. Olmazor tuman, Qoraqamish 1/2, dom 6, kvartira 46. Shavkat aka, buni mahalla raisiga bering, u nima bo'ldi? Bir shug'ullansinlar. 2 marta to'lamaydi-ku. Qanaqa bo'lishi mumkin. Bu yerga mahallaning to'g'ridan to'g'ri ishida, anu kommunalchiliklar bilan sal aloqador bo'lsa, bu to'g'ridan to'g'ri. Odamlarga yordam berish. Olmazordan Chusti mahallasida 10-dom oldida yovvoyi tut daraxtlari o'sib, yo'lni to'sib olgan, svetni ham to'sib qo'ygan. 2 yildan beri murojaat qilyapmiz. Sanjar, sen haligi tutni kesaman deb tek-tegi bilan kestirib yormaylar uni. Sharmandamiz chiqib o'tirmasin. Ertasiga Furqat aka aytdilar. Buni hammasini ekologiya chaqirib, suratga olib, odamlarga ko'rsatib, mahalladan 5-10 ta odamni chaqirib, yo'q desa yo'q. Olish kerak bo'lsa olish kerak. Olish kerak. Hammasini dokument bo'lsin. Bo'lmasa anu issig'ini ham, sovug'ini ham yedik-ku, yaxshigina. Qo'ydi, aqlli bo'laylik. Aqlli boshqalarning xatosidan xulosa chiqaradi. Yashnobod tumani, Azimjon. Здравствуйте. Улица Авиасоздар, дом 12, бывший Кадышева. Уже 1 час 40 minut нет электричества deb telefon yozibdi. Mana shu hozir ketgan. Kim bitta narsada Azimjon? Bu hammalarga taalluqli. Nimaga restigilar haligi telefonni olib qo'yishadi, haligi ko'p odam qo'ng'iroq qotdi bahona qilib. Nimaga kanalni qilib qo'yishgan?
hech qanaqa muammo yo'q edi-ku. Ularni ham bir tartibga chiqarib qo'yinglar, baraka topkurlar. Yana Olmazordan bor ekan, Shavkat aka. Farobiy ko'cha Chorsuv Lag'monxonani to'g'risida narigi beti yo'lni chakalakzor va axlat bo'lib yotibdi. Trotuardan aholi o'tishga qiynalyapti. Furqat aka, iltimos yordam bering debdilar. Tushundingizmi? Farobiy Chorsuv Lag'monxona tomon. Lag'monxona. Ko'z oldingizga keltirdinglar. Lag'monxona deydi, yemakxonani nazarda tutishyapti. Haligi Ularni har doim gapiradigan gapimizdan emas. Tozalab beringlar bu. Eski shahar qoq o'rtasi, ya. Sergeli tumani. Hop. Sergeli. Assalomu alaykum, Alimov Bahodir. Qumariq mahalla, Obir Rahmat 14-uy istiqomat qilaman. Oldingi ko'rsatuv mahallamizda elektr simlarini almashtirish masalasi bilan murojaat qiluvdik. Lekin hali hech narsa qilinmadi. Yana bitta iltimos, bolalar maydonchasi 3 marotaba yozishga murojaat qildim. Hech kim inobatga olmadi. Bunga nima deysiz? uch martada murojaat qiling. Shug'ullangan bo'lsangiz bilardingiz, esingizda qolardi. Nima bo'lyapti bu ish? Bolalar maydonchasi bo'lsa, ishlaganmiz bu bo'yicha. Qilinmagan. Yo'q, qilinyaptimi? Yo mablag'mi? Necha pul mablag' kerak? Qayerda To'xtab bilan bog'liq masalasi yer masalasi muammo bo'lib turibdi. Yo'q, elektr simlarini almashtirish nimasi yer masalasi bo'ladi? Resdan bormi kim? Shahar Nurdan bormi? Elektr simlari bo'yicha ish ketyapti uni. Assalomu alaykum. Nima bu hozir? Qanaqa yer kerak elektr simga? Elektr simga qanaqa mablag' kerak? Men tushunmadim. Yer kerak. Yerda turibdi elektr simi. Bolalar maydonchasi bo'yicha yer masalasi ko'rib chiqilyapti. Dasturga berganmiz taklif. U elektr simlari bo'yicha ish ketyapti u. Qachon tugaydi u ish ketadi? Qani elektrdanmi yo Toshshahar Nurdan bormi, vakil? Vakil. Assalomu alaykum. Toshkent shahar elektr tarmoqlaridan aka. Baraka toping. Do'stlar, qancha vaqt ketadi unga? U bilan biri gapirishayotgan bo'lsa, sim almashtirish shunchalik qiyinmi? Bo'ldi. Ming bor uzr, menga ani rayon bilan mahallasini aytib olmaysizmi? Uzr, ani yozmay qo'ying, yozmayman. Sergeli tumani Qumariq mahallasi. Rahmat 14-uy. Obir Rahmat. 14-uy. Chotdan murojaat qilishdi. Bir ertaga odammi, xo'mi? Tezlashtirib. Bo'ldi, hop bo'ladi. Hop bo'ladi. Hokimiyat o'sha bajarilyapti, qilyapti bo'lmasin, shart qilib beringlar, hech bo'lsa shuni. Yo'q, nazoratga olamiz. Hammasi chotki bo'ladi. Hop. Hammasi zo'r bo'ladi, hammasi chotki bo'lsin. Rahmat. Yashnobod tumani. Azimjon. Tabe, что? Яснобадский район, улица Карасу, 13-24. Золотавин Антон. Света опять нет, третий день отключает. Ну, а другого там трансформатор o'zgartirishmayaptimi? Hozir bilaman, reysdan bilaman hozir. Keyingisi ham senga ekan. Assalomu alaykum, rahmat, salomat bo'linglar iloyim. Juda ko'p savobli ishlar ko'ribsizlar. Men Yashnobod tuman Farg'ona yo'li 25/5 da yashovchi Go'zal Janiyeva bo'laman. Golden House qurish firmasi uy sotish shartnomasi maktab va bog'cha bilan ta'minlashni va'da bergan, lekin va'da qilingan hech narsa bo'lmadi. Unga ham achinarli, farzandlarim uzoq maktab bog'chalarga borishyapti. Xo'p, aylanma kimsasiz yo'llarda yurishga majbur bo'layapmiz. Sizdan umid bilan yozyapmiz, butun mahalla nomidan ijobiy javob bersangiz. Allohdan ta'min sifatini salomatlik tilaymiz. Bekatga boradigan tomonga yo'l ochib berishni iltimos qilamiz. 15 daqiqa manzilda 40-50 minut yuryapmiz. Azimjon, bu tushundingmi? Farg'ona yo'liga chiqib turishda haligi uzun yo'l bor-ku. Assalom sohil bo'yicha gap ketyapti mana shu Golden House. Shu assalom sohil ketyapti. Shu gap ketyapti. Bo'ldi, tushundim. Endi bu hokim aralashmasa bo'lmaydi. Bo'ldi, hokimga aytaman, gaplashib bana qilamiz. Natija qilamiz. Endi rozi olmaydi, o'tda yashovchilar to'polon qiladi. Bizani oldimizdan g'uvlab, hammasi boyvachchalar. Pishkom yurish. O'zim kira olmaydi, o'zi qor-ku. Avtobus ham o'zi kira olmaydi, o'tga, adashmasam. Olmaydi ham, marshrutga ham kira olmaydi. Nu yo'l ochib berish kerak buni. Anu masala endi bog'cha bilan maktab bilmadim, joy qolmadi shekilli bog'cha bilan maktabga qurishga. Bu ham katta muammo. Dom bo'lib ketdi o'zi. Hamma dom bo'lib ketdi, uzr endi uni. Yo, men ta'minlamadim, agar
dom qurib berishsa rahmat derdik. Hozir reklamami? Men eshitmayapman nimaga. Xo'p, haliga chiqib ketishmadimi ular? Demak, Zoomdan chiqib ketib qolishibdi. Shuning uchun bo'lib turadi bunaqa. Xo'p, bizda qancha vaqtimiz bor? Men hozir agar reklama bo'ladigan bo'lsa, reklama paytida biz qilib olaylik. Reklama ekanmi? Xo'p, hozir reklama ekan, biz texnik nosozlikni unda tuzatib olamiz. Qayoqqa? O'tiring, reklama ko'ramiz. Har bir yaxshi kun Jacobs qahvasi bilan boshlanadi. Hayotning betakror ta'midan bahramand bo'l. Hey bola. Jim o'tir, bo'lmasam ukol qilaman. Korzinkada 225 litrli Pepsi ichimligi atiga 15.990 so'mdan. Mehr uchun vaqt toping. Asl baraka. Efkazalin Aqua'ni olib sinab ko'ring. Efkazalin Aqua, tumovsiz yashang. Atabekov, sinalgan sifat. Bir dona Picalax tabletkasini kechqurun qabul qiling va ertalab yengillashing. Bavi. Tomoqda og'riq. Har so'zda yengillik. Korzinkada 500 gramli Rozmetov bolalar sosiskalari xaridida ikkinchisi sovg'aga. Kutib oling. Toshkent kanalida yangi mavsum. Telekanalimiz siz sevgan loyihalar, yangicha ko'rinish va kutilmagan yangiliklar bilan siz tomon oshiqmoqda. Biz siz uchun ishlaymiz. Siz haqingizda o'ylaymiz. Toshkentdagi hayotni qalbingizga olib kiramiz. Hayotning ekranga ko'chgan tasviri odamlar orasida novellasida. Toshkentda iste'dodlar ijrosi orqali yangi yulduzlarni kashf eting. Zamonaviy avlodning yuragi qayerda uradi? Albatta, Trenddasiz loyihasida, poytaxt yo'llarida. Bu harakat, xavfsizlik va hayot-mamot haqida. Toshkentning ilm maskani, bilim, fan va ta'lim dargohlariga sayohat. Poytaxtga tashrif buyurgan taniqli mehmonlar bilan suhbatlarni Go'y stolitsida tomosha qiling. Ijobiy emotsiyalar, tabassum va yumorlarmi? Unda yaxshi kayfiyatni ko'ring. Qo'shnilar, yaqinlar, samimiyat va qo'shnichilik qadriyatlari. Ekran ortidagi sirlar va siz yoqtirgan ijodkorlarni kadr ortida ko'rsatadi. Poytaxt tunlari qanday o'tadi? Toshkent oqshomi, poytaxt hayotining romantik va ilhomli kechalari. Eng quvnoq, qiziqarli va hammabob ko'rsatuv Toshkentdan ko'rsatamiz. Kutilmagan mehmon, nogahon tashriflar, taassurotlar va syurprizlar. Dunyoning yana bir sirli xilqati 8-mo'jizada. Yuraklarni yuraklarga bog'lovchi uchrashuvlar markazi. Uchrashuv Toshkentda. Xorijning eng sara turli janrdagi filmlari, klassik va zamonaviy milliy kinolarimizning namunalari va albatta bolajonlar uchun rang-barang multfilmlar. Toshkent telekanali bilan birga bo'ling, chunki bu yerda hayot jonlanadi. Yangi mavsum, yangi kayfiyat. Korzinkada 225 litrli Pepsi ichimligi atiga 15.990 so'mdan. Assalomu alaykum. Mehr uchun vaqt toping. Asl baraka. Yaxshiyam, Trimol mavjud. Bosh og'rig'imi? Shunchaki Trimolni tanlang. Musa bor bo'lsa uyda, ovqat tayyor bir zumda. Bavi. Korzinkada 500 gramli Rozmetov bolalar sosiskalari xaridida ikkinchisi sovg'aga.
davom ettiramiz. Texniklarimizga rahmat. Xo'p, Uchtepa tumani. Laziz. Labbay. Добрый день. Учтепа, 13 квартал, 23 дом. Вообще нет напора горячей воды. Никто не реагирует. Ахмедуллина пишет. Ana shu-yertami? Chiqartirib yubor hozir. Bu tushunarli. Hokim o'rinbosarimiz ham bo'lib dedilar. Assalomu alaykum. Hokim o'rinbosarimiz kommunalka qurilish bo'yicha. Assalomu alaykum. Qalma ko'rib. Do'stim, qali. Aziz akamni ko'rmayapman. Ko'rmayapman. Ha, shu yerdaman. Furqat aka. Ha, Aziz aka, yaxshimi? Bormisiz? 1 yil 8 oy o'tib ketdi, sizni ko'rmaganimiz aka. Shahar hokimiyati ko'raman sizni. Ya qo'ying. Majlisini. Xo'p. Shuni chiqartirib oling, Aziz aka, iltimos. Iltimos. Xo'p bo'ladi, yes, xo'p bo'ladi. Olmazor, yozib olinglar, Chamanzor mahallasida obodonlashtirish ishlari qilinmayapti. 1 oy bo'ldi, kesilgan daraxtlar haligacha yotibdi dedi. Odamlarning gaplari. Mirobod tumani. Assalomu alaykum. Mirobod 11-dom 15-xonadonda yashayman. Agar siz mahallangizni ham aytsanglar, hozir butun 39 ta mahalladan 11-dom qidirib o'tirmasdik. Uyimiz tayak chirib ketgan, BSK ariza berdik deb. Men bilmadim, bir qarab ko'ringlar, lekin na mahallasini yozishgan, na bilmayman adresini. 11-dom bo'ldi. G'anisher aka, bir haligi hikoya bor edi. Deganda buvamga qishloqqa degani, hali yozib beraman, o'zi topib oladi degandi. Bu yerda ham yozib olgan. G'anisher aka hamma narsani biladi deb o'ylaylar-da. Agar G'anisher aka topsangiz qoyil qolaman lekin. Qolib ketmasin. Mayli endi odamlar ham. Kami. Shayxontohur tumani. Здравствуйте. Чарсу 9 у нас БСК не работает, лифт аварийный. Endi buni hokim o'rinbosariga yetkazib, mana sizga hammasini mahallaga tashlamasdan sizlar ham ishlanglar deysan-da. Tushunarli. Sergeli tuman. Sergeli 5-dom, Hikmatullaman, 9-etajda turaman. Sovuq suvning napori past, issiq suv umuman isimaydi. Yana sushilka masalasi. Sizlar bir sushilkani tushuntirib qo'yinglar, prinsipini. Tushunarli. Tashaka bormi? Tashaka Aleksandr Ulug'berdiyevich Atmuratov yuribdimi? So'rasanglar tushuntirib beradi hammasini. O 9-qavatga nega chiqmayapti? Demak, napori kam bo'ladigan bo'lsa, motori ishlamayotgandir. Buni qildirib beringlar. Bugun sovuq tushdi o'zi. Bahrom aka. Tushunarli yozib olyapman, tushunarli. Xo'p, Chilonzor tumani kirishga ulgurdimi? Umidjon. Labay o'qidik. Furqat aka, katta Chilonzor mahallasi, aha. Chilonzor bir massiv 63-xonadon, isitish tizimiga murojaat. Umuman isitmaydi. Furqat aka, iltimos amaliy yordam beringlar. Haqqulov, bu yil ham shu ahvolmi? deb telefonlari bor. Mana qayerda sal Umidjon bir uyat bo'lsa ularda ham endi mayli haligi anaqasan, ja kuchlisan deymiz ularga, ja o'zingdan ketib qolgansan deymiz ularga. Puling ko'payib ketgan bizdan boyvachchadir ular, mayli omadini bersin. Unda qilib qo'ysin deyishini, endi jonga tegdi-ku ularni orqasidan yugurib berish. O'zimga tegin. Nimadan qo'rqamiz? Olsa ishini oladi de. Uyat odamlarda har yili bitta narsani qaytarish uyat. O'tirib oladi. Yunusobod tumani. Labay qo'liga. Oqshamol 127, Bo'zsuv mahallasi. Нет горячей воды. Давай hozir shug'ullan сразу. Hozir. Старый Сергели. Улица одностороннее движение Нилюфар. Прорвало водопровод, затопление улиц, водоканал не реагирует. Анастасия. Bahrom. Старый Сергели bu yozing, mayli buni hozir olinglar-da telefon qilinglar, voy baraka topib. Yozish kerak emas bu. Bu hozirlik bilan, hozir oldin shug'ullanamiz hozir. Hozir shug'ullaninglar zudlik bilan. Xo'p bo'ladi. Vodokanalda. Yo'qmi hech kim? Suvsozi qatnashyapti-yu. Shahar suvsozi. Yo'qmi shahar suvsozi? Ulug'bek aka, sizni tumaningizga ham qaramaydi. Yo'q, Furqat aka, u Sergeliga qaraydi, temir yo'l narigi tomonida bu.
Men hozir hokimiga ham qo'ng'iroq qilaman. Bektemir rayon yozib olinglar. Musaffo mahalla Tafakkur 1-uy, 1-dom, 86-uy, Nazimov Nadir, net sveta. Bu svet yo'q, suv prorov shu zahoti yoqilinadi. Keyin hozir tugagandan keyin hech kim ketib qolmasa, men bitta-bittadan razbor qilib chiqaman. Hozir tomoshabinlarimiz uchun xayrlashamiz ma'lum paytdan keyin. Lekin sizlar bilan o'tirib yana ishlaymiz. Uchtepa tumani. Laziz Azakam shu yerdalar. Azaka. Assalomu alaykum. Men Yusufjonov Fathulla, nafaqadaman. Taqachi mahalla Atoyi 125-uyda yashayman. Uyimni oldida tut daraxti bor. Shu daraxt baland bo'lib o'sib ketgan. Shoxlari elektr simlarga kelyapti. Ikkita katta shoxi mashina yo'lida. 2 oydan hokimiyatga menga telefon qilib, nima muammolar bor deb so'rashdi va shu daraxt shoxlarini kesib berishni iltimos qildim. Hokimga murojaatimni yetkazishni ko'rib chiqib hal qilamiz deyishdi. Yo'q bo'lib ketishdi shu bilan. Aziz aka, nima gap o'tdi? Nima muammo? Hokim ruxsat bermadilar? Endi yozib oldim, bu hal qilsa bo'ladigan masala, bartaraf qilib. Yo'q, men qaraylik. Sizlar bir-biringlar bilan gaplashasizlarmi? Har doim hamma yozib oladi. La, sen yetkazasanmi bu gaplarni hokimga? Yo janob hokim, men sizni haqiqiy soldatizman, sizga gapni yedirmadim deb gapirasanlar. Bu necha marta taqachidan gapirilyapti? Taqachidan necha marta kelyapti shu shoxi? Yo kesmasanglar, mumkin emas, ekologiya ruxsat bermasa kesmanglar, javobini beringlar. Hozir Aziz akam aytayotdiki, endi shu bir-biriga yetkazinglar, baraka topkurlar. Tushunarli Furqat aka, lekin bu murojaat birinchi marta kelishi. Men qolgan hamma o'zim esimda-ku. Nima dedi vassalar? Meni qarib qoldi demanglar, hali bor esim hushim. Hozir 230 ta. Uchtepa tumani 31-mavze. 53-uy, 31-xonadon. Bizda gaz bosimi pasayib ketgan. Ya'ni boshlandi. Olmazor tumani yozib olinglar. Ko'kzor ko'chasida tozalangan anhorni axlat chiqindisi to'lib ketibdi. Lekin axlatni olib ketishmadi dedi. Shayxontohur tumani. Улица Farabiy 31, света нет, Dilfuza pишет. Men buni sraz shug'ullaninglar, meni foylab o'tirmanglar. Hozir razbor qilamiz buni. Yashnobod tumani. Aviasozlar 2, dom 31. Отключили электричество, Damir. Aviasozlar 2. Elektrичество ketibdi, elektr energiyasi. Mirzo-Ulug'bek tumani. Bahor mahallasidagi domdagi podyezdlarni ta'mirlash ishlari boshlandi va 2 kundan beri barcha ustalar ketib qoldi. Domda barcha qurilish materiallari qoldi. Ertaga yomg'ir, qor yog'sa barchamiz yaroqsiz holga keladi. Trotuarlar ham chala tashlab ketildi. Bruschatka barcha yo'llarda yotibdi. Podyezdda chala qolib ketdi, Farhod yozibdi. Nima deysan bunga? Kommunal bo'limi so'ttada bu tekshiramiz. Bunaqa bo'lishi mumkin emas, ketib qolish kerak emas, ish tashlab. Pullarni ham bo'lgan hammasi. Qara, bitta narsa. Men yomon gapni eshitmaysanlar sanlar. O'zingizlarga mahliyosanlar. Xalqqa norozi qilmanglar, sanlar xalqqa aybdor qilmanglar. Yozdimi, demak haqiqat. Nima boshqa qiladigan ish yo'qmi bularni? Ular noto'g'ri, biz bu odamlar bo'lmasa hokimiyat ham bo'lmaydi. Odamlar bo'lmasa mahalla ham bo'lmaydi. Fuqaromiz 100% haqli fuqaromiz. Buni aniqlik kiritaman. Endi eshitdim hozir. Baqon mahallaga chiqaman o'zim mahallam ushlab turaman o'zim. Bu har 2 yilda obod mahallaga kiritasizlar. Qani kommunaliydan shu yerdami? Jonga tegdi-ku, har yili kiritasizlar, oxirigacha qilmaysanlar. Menda katta savol bo'lyapti-da, nimaga har 2 yilda kiritasizlar sizlar? Boshqa mahalla yo'qmi? O'rtoq? Bitta boshqa Sergeli tumani, Qo'yliq massiv yo'nalishida betonkada svet anchadan beri yonmayapti. Toshshahar Gorpesdan bor edi, elektrdan, tarmoqlardan. Bor, lekin освещение bilan go'r освещение shug'ullanadi-da. Toshshahar nurmi? Ha, Toshshahar. Toshshahar nurdan doim kirib o'tirardi-ku yigitimiz. Har doim bizga yordam berib. Assalomu alaykum. Sizlar joyga tegdilar, bizga topshirilmaganda xursand. Ular u yoqqa ketdi. Xalq o'zimiznikimi? Bizani boqadigan xalq o'zimiznikimi? Biz joyimizni kuydiraylik. Ne topshirmading, ularni sudga beringlar.
Hokimiyatga chiqinglar o'rtoq. Deputatlarga chiqaylik. Zo'rda, ular bizga topshirmay turamiz. 3 yil bo'ldi topshirmay. Yuramiz maza qilib. Astagfirullah. O'zimizga yurib ko'raylik shu ko'chalarda. Mana qarang, rahbaringizga ertaga yetkazing, men Shomasur to'ychi ichib ko'rgandan keyin iltimos qilaman. Jazor o'yin qildinglar, biz bilmaymiz deb. Ular ham topshirmaydi. Qo'lingdan nima keladi sani deydi. Shahantog'ur tumani. Chuqur ko'prik 73-ko'chada ko'cha yopilganiga 1 yil bo'ldi. Nimaga yopilgan? Sen xabaring bormi? O'tmadingmi shu tomonga? Hozir ko'z oldimga keltirolmayman. Aslan Mahalla raisidan bilib berchi, hozir tashlab beramiz. Yangi hayot tumani ishlarni yozib olinglar. Men tashlamayman, Samardan tashlaydi. Haligacha bilmaysizlarmi? Yangi hayot tumani 9-hududda suv uchun yangi sho'tchik qo'yilgani biz uyda bo'lmagandik. Keyin kelamizda 1 oydan o'tib ketibdi. Sizlar ham telefon javob berishmayapti. Chora ko'ringlar. Qanaqa chora ko'ramiz? Agar biz sizni adresingizni bilmasak. Siz ham haligi hech balo yo'q, chora ko'ringlar degan. Hozir chora ko'ramiz. Kimga chora ko'ramiz? Yangi hayot tumani, yangi Darxon mahallasi Navro'z oldida ertalab kuchuklar ko'p, bolalar maktabga borishga qiynalyapti. Muattar Usmonov yozibdi. Endi o'sha gap ehtiyotkorlik bilan olasizlar-da. Yashnobod tumani yozib olinglar. Bog'bon mahallasi Nurmuhamedov 16-etajli uylar Nurmuhamedov mavzesi ekan. Uylarning kirish joylari, yamalar juda ko'p ekan. Olmazor tumani yozildi. Ahil mahalla 29-uy Hasanbod temir yo'l svetofor qo'yish kerak. Odamlar yo'lda o'tishga qiynalyapti. Сергей Сергеевич, нет света на улице Талипова 3, Хумарык. Ну, сейчас не знаю, он записал, он сейчас хочет целую программу устроить. Не знаю. Я сейчас Хакиму буду звонить. Мирзолубек Сергеевич, Паркенский, Зяудинов, нет горячей воды. Мирзолубек Туманы, Чингилда, автобус oxirida bekat quriladimi? Oddiy asfalt qilib berish olmayapti-ku, bekat hozir bilmadim. Ular ham hozir yozib olib hokimga ham yetkazishga qo'rqishadi. Men hammasi bilan o'zim shug'ullanaman. Sizlar nima qilib oila olib yuribsizlar, men hech tushunmayman. Men hozir hokimga o'zim qo'ng'iroq qilib tushuntiraman. Bahodir Rasalovich, bolalaringiz umuman sizga hech narsa kiritmas ekandi. Katta masalalar bu. Maydonni-ku mayli bajarmaysizlar. Sizlar kattakon odamsizlar. Katta masalani bajaraylik, bo'lmasa aslan qo'yib beringlar kanichkaga. Uchtepa tumani, Izza, 102-B, 129-kvartira, Qosimova Dildorom, bizning dom oldida mashinalar ko'p. Rasm olar ekan, bolalar madaniyati serqatnov. Lekin nima yozganini men tushunmadim. Men hozir tashlab beraman, bilib olinglar. Hamma narsadan yozibsizlar, lekin Dildoraxon tushunmadim nima yozganingizni. Sergey tumani, Qo'yliq 7-mavze, 11-ko'p qavatli uydan aziz. Isitish mavsumida uyimiz umuman tayyor emas. Mutasaddilar murojaat qildik. Ulardan hech qanday harakat kuzatilmadi. Parvoy palak. Qo'shilaman sizga gapingiz. Telefonlari bor. Bilmadim, hozir yozib olishda qilishadimi, qilishmaydi. Men shaxsan hokimlar bilan bilmayman. Sizlar nima qilib yuribsizlar? Hali majlisga o'tirib shunga oila olasizlarmi deyman. Sal ishlatinglar odamlarni. Maqtanasizlar-ku hamma rahbarlar oldida. Biz mahalla boshida biz kommunal zo'rmiz deb. Ishlatinglar odamdan keyin murojaatga. Olmazor tumani, Yangi Toshkent mahallasi, Norastepa Keles yo'li ko'chasidan boshlab Starmetni oldigacha butun svetofor 1-2 haftadan beri ishlamayapti. Yo'lni narigi tomonda o'tish juda ham qiyin bo'lyapti. Shu yerdaga buni tez qilib beringlar. 2 haftadan beri qanaqasi? Tushunmayman, 7 ta odam har bitta mahallada ishlaydi. Biron bittasini ko'zi tushmaydimi shunaqa narsalarga? Savob uchun ham ishlab beringlar. Shu yerdagi. Шахантогорский район. Хадра, С14, 8 дом, 15 квартира, Фурсова. 2 часа нет света. Zuhriddin, sen shug'ullan. Hozir Furqat deb so'kib yotib, ertaga bargan svet keladi-ku, 1 soat vaqtli, 1 soat kech deb gapirmagin. Bu bo'ynimizga tushdi bu qarz. Mana qo'yam akam ularga, hozir mana qo'yaman. Nariga dunyo javobimiz bor. Hozir bu bo'ynimizga tushdim bajardik, lekin savobi ham bor. Qo'shqo'rg'on mahalla, o'qituvchilar ko'chasi 25-uy, chiroq yo'q.
Eshitaman, Sergeli tuman. Sergeli tuman, eshitaman. Eshitaman, birodar, yozib olyapman. Nima dedim hozir? Nima bo'ldi? Nima ekan? Nimani yozib oldingiz hozir? Svit o'chganligini, svit yo'q dedik-ku. Ko'chada. Qaysi mahalla? Qaysi mahalla? Mahallasi aytmasiz, ko'chasini aytdingiz. Nimaga? Men hozir videosi yozilgan. Qaysi ko'cha ekan? Xo'p, qaysi ko'chani yozib oldingiz? Mayli, hozir mahallasini yordam beraman. Ko'chaning nomini ayting. Yozmaganmiz ko'chaning nomini? Yozilmaganmi? O'zi boyatdan bir yozmay o'tirib turibman. Mayli, hozir ertaga videosini olaman deb, videosini bitta-bittadan razbor qildirib beraman rahbariyat oldida. Tak, Ilhom. Mirzo-Ulug'bek tumani. Ishdaman. Tunjir opani ishini nima qilding? Opa yozaveryaptilar. Men tushunaman, o'ta onaxonni hurmatini bajo keltirish kerak, lekin o'ta texnik masalalar. Unaqa bo'lmaydi, yonni ham bilib turibman. Hozir gaplash deylarmi, qo'y deylarmi, xotin-qizlardan iltimos qildinglarmi, Nuroniydanmi? Nimadir qilish kerak, opa har gal yozyaptilar mana shu narsani. Shu slayd ham qo'yilmasa ham boshqa bitta programmada o'ylayapmiz. Ertaga bolalarga chiqaramiz. 1-oktyabrdan ko'rsatuvingizda Ilhom degan odam borib ko'rdim deb qo'ydilar. Bu yolg'on. Nimaga menga uchramadilar bo'lmasa? Sani yolg'onchiligini ko'rsatib berdilar. Men borib ko'rmadim, men ko'rdim deganim, mahalla raisi ketdi. Kommunal bo'limi. Xo'p, sen bilan men 78 yoshga kirgunimizcha ancha duo qilaylik. Nimaga? Oldilariga borib, ziyorat qilib, fotoxalarini olib, duolarini olib kelsam bo'lmaydimi? Mayli, ali hokim majlisiga kirma, iltimos sendan. Kimdir majlisiga kirma, shuni oldiga kirsang ham so'kish eshitmaysan, sovib qolasan. Olamiz albatta. Favqulodda vaziyatdan rais chiqarildi, yoki BSK bilan. Bu tushundim, qadagi masala qilmayman. Duolarni olaman. Onaxonni gapini 3 oydan beri gapirib turyapsanlar sizlar. 3 oydan beri. Iloyim shu yoshlarga yetib boraylikda, sana murojaat qilgan shu paytda senga ham 3 oy kelishmasin, ko'raman qanaqa yugurishingni. Olmazor Ahil mahallasi 118-avtobus yo'nalishi bo'yicha masala turgan ekan. Yunusobod 9-daha, Sobirobod mahallasi 3-aveniy 4-xonadonda 1-qavatda yashayman. Suvsos avariya xodimi 2 marta obodlashib ketishgan. Quvurlar to'g'risida hozir yuboramiz. Chilonzor 8-kvartal dom 25, net горячей воды. Dudnik Nadejda pishdi. Yunusobod Minko'ri ko'chasi issiq suv ta'minoti to'xtatildi. Sababi nimadan? Telefonlari bor. Добрый день, Mirzo-Ulug'bek Skirov, Firuza 7, нет света. Yunusobod 9-kvartal 24-dom 7-kvartira. Горячая вода, идет цвета кофе, грязный. Бабур пишет. Авиасозlar, здравствуйте. Первый проезд, дом 9, до сих пор нет электричества. Uchtepa 26-kvartal 11-dom 10-uy, To'xtashev. Podyezdimiz romlar 5 oydan oldin olib ketilgan, yotibdi. Soliyev Sobit Sergeli tuman Madaniyat mahallasi 8-dom 47-xonadonda damkomman. 4 ta muammoni qo'yganlar. 4 ta muammoni hal qilinglar. Hozir tashlab beraman. Beruniy 1-tor ko'cha, bu shug'ullanmaydi u odam, men bilaman. Haligacha suv yo'q. Minor CB вопрос Yunusobodskiy hukumat asfaltiрует проблемы. Asfalt bo'yicha hozir beriladi. Chilonzor 5, Latipova, повторно примите заявку, отключили свет. Yunusobod, Qashqar, опять ржавая вода. Ya'ni ikkita holda hozir 1 minut vaqtinglarni Mirzo-Ulug'bek tumani, TTZ 2-daha, Yuzrobod mahalla. Yo'llar necha oylar o'tib ketdi. Vafurg'ulam ta'mirlash ishlari oxirigacha yetkazilmadi. Mirzo-Ulug'bek tumani, Azamat mahallasi, bizning mahallamizda lider bog'chasining oldida yerlar qazib tashlangan. TTZ Tor mavzesida Lokomotiv stadioni oldi dabdala. Chilonzor 6 2749. Уже несколько дней очень слабый напор горячей воды. Yangi Hayot tumani, Tashabbus mahallasi, 11-dom 41-xonadon. Elektron hisoblagich o'rnatilgan, lekin menda qolib ketgan ekan. Добрый день, привезли на 17 квартал улица Юнусобод. Между домами 25А и 28 Бахт-Каср образовалось очень много глубоких ям. Я читаю быстро.
Uchtepa Shirin BSK tomonidan Uchtepa tumani 22-kvartal 4-domda bitta podyezdda remont iyul oyidan qilinmayapti. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой борт отправляет данные с счетчика горячей воды? Сергей Скрайн uchuvchilar. Сейчас выйдут, завтра будет на вас. Olmazor Tansiqboy bozorchasi yonida katta xalqi yo'lda qo'shib olish razvorati orqali yangi Toshkent tarafga qaylab o'tishda umuman imkoniyati bo'lmayapti. Buni alohida ko'rib chiqasizlar. Assalomu alaykum, xormay. Men Niyozov Olmazor tumani Qoraqamish 2/4 2-avida yashayman. Podyezdlar ta'mir talab. Mirzo Ulug'bek tumani Habib Abdullayev mahallasi. Yalang'och 20 dahasi 29-dom orqasida desk plashadka buzilib yotibdi. Uchtepa tumani 11-kvartal 31-dom podyezd tomi 4 yildan beri qilib beramiz deb qilib berishmagan. Mahalla Ahmad Yassaviy, Yashnobodskiy, улица G'ijduvon 30. Уже 3,5 часа нет электроэнергии. Hammasini yozib oldinglar. Biz hozir tomoshabinlarimiz xayrlashamiz, lekin birron bittanglar chiqib ketmanglar. Hozir bittadan yana o'tib chiqamiz. Hurmatli tomoshabinlar, sizlarga katta rahmat biz bilan birga bo'lganligi uchun, Toshkent telekanaliga vaqt ajratib berganlari uchun. Xudo xolisa keyingi dushanba kuni 21:00 da yana jonli efirda sizlar bilan uchrashamiz va albatta oxirigacha yetkaztirib hamma masalalarni hal qilishga harakat qilaman. Kuch-quvvat tilaylar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Salomat bo'ling.